Assalomu alaykum qizlarjonlarim, yaxshimisizlar? Ha. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha. Bugun ham biz sizlar bilan bu davraga bejizga to'planmadik, chunki har gal dam olish kunlarida mana shu davrada ma'naviyat haqida, ma'rifat haqida, buyuk bobolarimizni bizga qoldirgan qadimiy meroslari haqida gaplashganmiz. Bugun esa sizlar bilan men til haqida gaplashmoqchiman. Chunki har dunyoda har bitta millat ekanligini ko'rsatib turadigan buyuk omillari, ne'matlari bor. Shulardan biri uning tili. Hazrat Alisher Navoiy turk nazmida "Chumen tortib alam, ayladim ul mamlakatni yak qalam" dedilar. Bizi tilimizni jozibasi, qudrati nechog'lik beqiyos ekanligini hali sizlar yuqori sinflarga o'tganlaringizga, katta inson bo'lganlaringizda yana anglab yetasizlar. Ayniqsa davlatimiz rahbarini Birlashgan Millatlar Tashkilotining assambleyasida o'zbek tilida so'zlagan nutqlari ham bugun dunyo minbarlarida tilimizni yangrayotganligidan dalolat beradi. Men sizlarga o'tgan gal bir go'zal she'r yozib berganman va sizlarga topshiriq shu she'rni yoddan aytib berishida. Shu she'rni hozir men boshlab beraman, sizlar davom ettirasizlar. Xo'p. Ona tilim mening. Ona allasidan yurakka singib, qalblarni yoritib olib kirgan nur. Ona tili asli millatning ruhi, jonu jahoningga baxsh etar surur. Til millat ko'zgusi, gar boqsang unga, ko'hna tarix aksi bo'lar namoyon. Qudratli kuch bo'lib maqsadlar sari, xalqni birlashtirar manzillar ravon. Istiqlol oftobi porlagan kundan, humo kabi ko'kka ayladi parvoz. Vatan kabi qadri ulug'vor bo'lgan, ulus ona tilni etgaydir e'zoz. Mahmud Qoshg'ariyning qadim lug'ati, so'zlar solmog'iga bo'ldi sarmoya, hibbat ul haqoyiq devoni hikmat. Turkiy til tog'ida eng yuksak qoya, uch daryo suvidan qomib simirib, bir nihol gurkirab azim bog' bo'ldi. Shohning farmonida bitilgan bitik, Navoiy ko'ksida faxr tog' bo'ldi. G'animlar yurtida ko'ksi ming pora, xatti Boburiyni kashf etdi Bobur. Rost so'z ila dorga hukm etsa-da, mashrab tiz cho'kmadi va turdi mag'rur. Avloniy, Qodiriy, Behbudiy fitrat, savodli etdilar Turkiston elin. Ilm, erk mayog'in yuksakda tutib, dunyoga tanitdi sof turkiy tilin. Vaysi nodira satrlarida momolar ziynati aks etar mudom. Zulfiya Halima enaxonlarning qalamida tilga cheksiz ehtirom. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuksak minbaridan yangragan tilim, bunda oqil sarbon yetaklab borar nurli kelajakka intilgan elim. Turkiy til sehriga oshifta bo'lib, kimdir ashor bitta, kimlardir qo'shiq, davlat madhiyasin kuylaydi xalqim, Abdulla Orifning mehridek jo'shib. So'zlar latofatin har varog'ida, erkin o'g'ling bitgan tilimiz sehrin. Iftixorla aytgum, baralla aytgum, ona tilim mening faxrim, g'ururim.